O'zbeklar har narsaning yo'lini topadi-da. Asli 2 xonali uyni 3 xonaga aylantirish ham hech gap emas. Shunday ishbilarmon xalqimiz uchun bitta like bosib qo'ying. Biz esa sizga ana shunday 65 kvadrat metrga 3 xonali kvartira sharoit qilingan xonadonni ko'rsatmoqchimiz. Bu kvartiramiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Ikki tarafdan havo almashadigan skvoznoy ekan. Yozning issiq kunlarida derazalarni ochib qo'ysangiz, konditsionerni ham keragi bo'lmay qoladi. Remontlari ham chakki emas. Eng asosiysi sanuzel va oshxona uchun kerakli issiq sovuq suv, kanalizatsiya va boshqa jihozlar tayyorlangan. Kvartiraning 1-qavatida joylashganini alohida eslatib o'tmasam bo'lmaydi. Ota-onangiz, yosh bolalar va ayollar tepaga chiqib tushish kabi qiyinchilikka uchramaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, 25 mingga baholanibdi. Ekraningizdagi egalarining nomerlarini qoldirdik. Bog'lanib, kelishib olsangiz bo'ladi. Manzilga qiziqqanlar uchun Qirguli mavzesi Svetlanada 46-V uy 29-kvartira. Mo'ljal Mumtoz to'yxonasi oldidan kirganda. Xo'sh, bu taklifimiz bo'yicha fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Ushbu videoni esa o'zingizga saqlab, yaqinlarga ham ulashish esdan chiqmasin.